Biz yuqorida davolanish yo'lining eng birinchisi Qur'on degandik. Yana eshituvchi tinglab tushunib qolmasinki, Qur'on faqatgina jinlar uchun deb. Yo'q. Alloh taolo Qur'onni shifo dedi. Hamma kasal uchun aslida. Har qanaqa kasal uchun Qur'on shifodir. Chunki Alloh uni shifo deb nomlayapti. Inson davolanish yo'llarining ikkinchisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan zikrlarni o'qishlik. Shulardan tongi va kechki zikrlar. Google'ga kiringda tongi va kechki zikrlar deb yozing. O'zimiz tajribadan har xil narsani o'tkazdik. Jin bir oyatlarning ko'p o'qilishligini, ba'zi zikrlarning ko'p aytilishligini jinga ba'zan ta'sir qilar ekan va bu har xil holatda har xil bo'ladi. Uni keyin savol-javoblar yo'nalishimizda tushuntirib o'tamiz uni. Tongi va kechki zikrlar, salovatni ko'paytirishlik, istig'forni ko'paytirishlik. Mana shular ichida jinga eng qattiq ta'sir qiladigan ommabopi la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kim ertalab aytsa kechgacha, kechqurun aytsa ertalabgacha unga hech narsa ta'sir qilmasligini aytgan. Lekin mana shuni minglab sanab turib aytadigan bo'lsa, jinlar kuyib ketgan holatlari ham kuzatilingan. Demak, ikkinchisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan tongi va kechki zikrlarni aytishlik. Endi qolganini keyingi suhbatimizda aytamiz.